Buni ko'rsatmasam bo'lmasdi qizlarjonlar. Opamiz Olmariqdan edi shekilli, hozir точно bilmayman. Shu kargolar olib ketadi hozir. O'sha kargo ketmasdan oldin yetishib, hammasini uspet qilganimiz video qilib olay dedim. Opamiz qizlariga anaqa beshik to'yga sarpa zakaz qilganlar. Buni qaranglar asallarim. Xastana chiqishi deydi. Turkiyada больницаdan olib chiqishga ishlatiladigan narsalar. Kiyimchalar. Donaga jo'natib beramiz. Men buni donaga $30 oldim. Mana yaqlashtir. Mana shunaqa qalin do'ppichasi ham bor, biram chiroyli. Mana qaranglar, qalin olib chiqqan payti yuzini yopib olish shart emas, chunki mana bu issiqqina shamollamasdan chiqadi. Mana bunaqa babichkasi bor ekan. Ochib ko'ramiz. O'zim ham endi ochib ko'ryapman. Ochib ko'rolmagandim, kecha vaqtim bo'lmagandi. Mana qaranglar, buni asalligini. Keyin shunday ishlataversa ham bo'ladi. Ko'rpa qilib, tagiga yotqizishga faqat bir kunlik emas bu narsa. Pastelni ishlatish uchun shunaqa yumshoq, mazza. Mana bu yerda ham shiltarchalari bor ekan, chiroyli. Keyin ikkinchisi, buni $30 ga olganmiz qizlar. Mana babichkalarni shunday chaqaloq kiydirib, ustidan videolarga tushganda shunday qo'yib qo'ysa bo'ladi. Men buni oldik. Bu ham $14. Donaga olganimiz uchun sal bir $2 qimmatga berdi. Majbur. Qaranglar, bu nechtalik ekan? Orqasini ko'ramiz. 1 2 3 4 5 talik ekan bu. Mana. Shunaqa asal. Qaranglar, shunaqa chiroyli. Mana. Shapkachasi bor. Shapkachasida ham shunaqa kurjolar bor ekan. Qo'lqopchasi. Shimchasi. Asalligini qaranglar. Shunday eng yaxshi o'zlariga ishlatishga bo'lgan uchun eng yaxshisidan so'radilar. Eng yaxshisidan biz ham topib berishga harakat qildik. Eson-omon больницаlardan chiqarib uylariga olib kelib olishsin. Hammaga rahmat qizlar.